Assalomu alaykum. Ushbu loyiha ATI Xalq banki Zafar Bixem bilan hamkorlikda Toshkent viloyati Bekobod tumani Oltin Vodiy mufeyida joylashgan 488-540 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda karam mahsulotlari ekilgan. Maydon hajmi 11,63 gektar. Maydon uzunligi 388 metr, eni 300 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlandi. Hozirda ekinlar pishib yetilgan, hosilni yig'ish jarayoni davom etmoqda. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etdi. Yetishtirish jarayonida sug'orildi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirildi. Ushbu loyihaga 56 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 15 sotixdan 30 sotiqgacha yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Oltin Vodiy Ilg'or dehqonlari kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna, jami 407 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.